bitta qizni o'qitsak, butun oilaga ta'lim bergan bo'lamiz. Agar oila bilimli, ma'rifatli bo'lsa, jamiyatning ongi, madaniy darajasi ham yuksaladi. Yurtimizda 203 ta oliygoh talabalarining 52% dan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etayotgani mana shu ezgu g'oyaning amaliy natijasi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. O'tgan yilning o'zida magistraturada o'qiyotgan 15 mingga yaqin xotin-qizlarga 100 milliard so'mga yaqin kontrakt puli to'lab berildi. Hozirda 6200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgani, ilmiy ishlanmalarning 25%ni olima ayollarimiz yaratayotgani ham jamiyatda ularning o'rni mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Ularning orasida xalqaro darajada e'tirof etilayotgan ilm-fan vakillarining borligi barchamizga cheksiz faxr, iftixor bag'ishlaydi. Yoshlarimizni yangi yutuqlarga undaydi. Shu yil 250 ming nafar qizimiz oliy ta'limga qamrab olinadi. Bu 2017-yilga nisbatan 3,5 karra ko'p. Natijada har bir mahallada 25-30 nafar xotin-qizlar oliygohlarda ta'lim olishga ega bo'ladi. Buning uchun Mahkamova, Umarova har bir maktabda, yuqori sinfda ta'lim olayotgan qizlarimiz bilan ishlashni individual yondashuv asosida tashkil etib, ularning oliygohlarga tayinlash kerak. Bu yil sharoiti og'ir oilalardagi iqtidorli yoshlarni xorijda o'qitish bo'yicha yangi yorqin kelajak loyihasini boshlayapmiz. Ushbu loyiha doirasida kamida 200 nafar qizimiz har yili dunyoning eng nufuzli oliygohlariga o'qishga yuboriladi. Qo'ng'rat Sharipov, Zakidov va kabi tizimi esa yana 250 ming nafar xotin-qizni kasb, hunar va tadbirkorlarga o'qitish uchun mas'ul bo'ladi.